Agar Abduqodir Husanov bo'lmaganda Manchester City sharmanda bo'lardi. Angliya futbolini yoritib borayotgan manbalar va jurnalistlar Premier Liganing 22-turida bo'lib o'tgan Manchester shahri derbisining issig'ini hali ham tushirmayapti. Chunki bu safargi bahs nafaqat prinsipiallik, balki umumiy kayfiyat va jamoalarning ruhiy holati nuqtai nazaridan ham ko'p narsani ochib berdi. Manchester United hamda Manchester City o'zaro 198-marotaba to'qnash kelgan o'yinda Qizil Iblislar 2-0 hisobda g'alaba qozonib, derbini o'ziga bo'ysundirdi. Eng qiziq jihati, Michael Carey shogirdlari bu natija bilan yangi bosh murabbiyning debyutini ashaddiy raqib ustidan muhim g'alaba bilan bezab berishdi. Ya'ni derbining bosimi ham, yangi davrning start imtihoni ham bir kunda tushdi va United bu imtihondan o'tdi. O'yinni tahlil qilgan estmedcompany.com portali ekspertlari esa o'sha kuni City safida faqat 2 nafar futbolchi haqiqatan ham borini berib o'ynaganini alohida qayd etgan. Darvozabon Gianluigi Donnarumma va markaziy himoyachi Abduqodir Husanov. Mualliflar fikricha, City Old Traffordda 0-2 hisobda juda noxush, irodasiz mag'lubiyatga uchradi va bu Pep Guardiola davridagi eng yomon o'yinlardan biri sifatida baholanyapti. Tahlilda yana bir qattiq, ammo mantiqiy fikr bor. Agar Donnarumma va Husanov bo'lmaganda City 0-2 emas, balki ancha yirik va og'riqli hisobda mag'lub bo'lish ham mumkin edi. Chunki aynan shu ikki futbolchi butun uchrashuv davomida jamoani o'yin ichida ushlab turish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qildi. E'tiborli tomoni, jamoaning eng yaxshi ikki o'yinchisi darvozabon va markaziy himoyachi bo'lib chiqqani Cityning o'sha kundagi umumiy holatini o'ziyoq aytib turibdi. Abduqodir Husanov esa Old Traffordda himoyada haqiqiy fidokorlik namunasini ko'rsatdi. U bir necha bor xavfli vaziyatlarda raqib hujumini to'sib qoldi, to'pni tortib oldi, duellarda qattiq turdi. Husanovning tezligi va jismoniy baquvvatligi o'yin davomida yaqqol sezilib turdi. Mualliflar uning o'yini nega Yevropadagi eng istiqbolli yosh markaziy himoyachilardan biri sifatida tilga olinishini yana bir bor tasdiqlaganini ta'kidlaydi. Tahlilning umumiy kayfiyati shunday. City nuqtai nazaridan derbi mag'lubiyatdan ijobiy jihat topish qiyin. Deyarli imkoni yo'q. Yagona yorug' nuqta Donnarumma va Husanovning yuqori darajadagi o'yini. Ikkalasi ham o'z vazifasini vijdonan bajardi. Ammo jamoa bo'lib ularga ergashmadi. Aynan shu jihat City uchun eng achinarlisi bo'ldi. Xulosa qilib aytganda, bu mag'lubiyat City uchun jiddiy zarba. Endi asosiy vazifa tezroq o'zini qo'lga olish. Agar jamoa qolgan o'yinchilar ham Donnarumma va Husanov ko'rsatgan intizom, jangovar ruh va mas'uliyat namunasiga mos harakat qilsa, Premier Ligadagi natijalarni tez orada yaxshilash imkoni bor. Aks holda derbidagi bu so'nish keyingi turlarda ham ortidan soya bo'lib ergashib yurishi mumkin.